لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda ihromda man qilingan ishlardan ba'zilari haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Kitoblarimizda shunday keltiriladi: ihromdagi kishi o'ziga man qilingan ishlarni xoh bilsin, xoh bilmasdan qilsin, ya'ni qasddan qilsin yoki unutib qilsin, farqi yo'q, uni zimmasiga jarima lozim bo'laveradi. Jarimalar asosan qo'y so'yish bo'ladi agar jinoyat katta bo'lsa, ya'ni katta jinoyat qilgan bo'lsa. Yo agar jinoyat kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan uni jarimasi, uni kafforati, ya'ni sadaqa berish bo'ladi. Endi qo'yni hammamiz bilamiz, shu haram hududida bitta qo'y so'yish kerak yoki agar o'zi qiynaladigan bo'lsa, shu ishlar bilan shug'ullanadiganlarga pulini beradi, ular qo'y so'ydiradi. Haram hududi dedik, u haram hududi degan bir joy bor. Masjidul Harom alohida narsa. Uni hammamiz bilamiz. Ka'batulloh joylashgan joyni Masjidul Harom deyiladi. Endi undan kattaroq, undan juda katta bir joyni egallaydigan bir hudud bor. U Masjidul Harom ham shu haram hududining ichiga kirib ketadi. Ana shu joyda qo'y so'yilishi kerak. Misol uchun Toshkent shahar deb qo'yamiz. Toshkent shaharda bir qancha mahallalar bor, tumanlar bor. Misol uchun bir qancha tumanni o'z ichiga olgan Toshkent shahar. Mana shunga o'xshagan bir katta hudud bor. Shu hududni ichida shu jonlig'imiz so'yilish kerak. Misol uchun ko'pincha Minoda so'yiladi. Minoda shunaqa alohida so'yiladigan joylar bor. Mino ham o'zi haramni hududiga kiradi. Sadaqa ham vojib bo'ladi dedik. Sadaqa berish kerak bo'ladi dedik. Sadaqa nima u desa, u 2 kilo bug'doyni o'zi yoki shuni qiymatini hadya qilish, ya'ni beva bechora kambag'allarga berish. Asosan mana shu ikkita narsa jarima qilib ihromdagi kishining zimmasiga yuklatilgan. Endi u man qilingan narsalar qaysilar? Nima, qaysi birlarini qilsa qo'y so'yish kerak bo'ladi, yo qaysi birlarini qilsa sadaqa berish kerak bo'ladi? Shular haqida endi quyida navbat bilan gaplashamiz inshaalloh. Demak, birinchisi, erkaklar tikilgan kiyim kiyishligi mumkin emas. U tikilgan kiyimi hatto kichkina kiyim bo'lsa ham, hatto paypoq kiysa ham yoki mayka kiyib oladigan bo'lsa ham yoki boshqa kichkina kiyimlarni kiyadigan bo'lsa ham, demak bu jinoyat hisoblanadi. Endi bu narsalarni agar 12 soat va undan ko'p kiyadigan bo'lsa, demak bu katta jinoyat bo'ladi, o'z-o'zidan qo'y so'yiladi. Agar 12 soatdan oz muddat ichida kiyadigan bo'lsa, unda yuqorida aytganimizdek sadaqa beriladi, ya'ni 2 kilo bug'doyni puli hadya qilinadi. Endi 2 kilo bug'doyni puli o'zimizning pulda ma'lum endi, lekin Saudiya Arabistonida bir 5 riyaldan 10 riyalni o'rtasidagi bir summalarda endi. Shu 5-10 riyal sharoitiga qarab beraverasiz endi. Demak, mana shunday. Endi xo'p, 12 soatdan oz bo'ladigan bo'lsa sadaqa bo'ldi. Endi bir tikilgan kiyimni bitta kiydi-yu yechdi. Tez kiydi ham, hali undan foydalanish boshlamasdan turib esiga kelib qolib yechdi. Demak, unda hech narsa lozim bo'lmaydi dedilar. Endi 1 soatgacha kiyish, 1 soatgacha 60 minutgacha kiyishlik, unda bir hovuch bug'doyni o'zi yoki qiymati sadaqa qilinadi. Ya'ni 1 kilo bug'doyni qiymati sadaqa qilinadi deydilar. Endi bir kishi masalan ihromga kirgandan boshlab oxirigacha bitta kiyimni kiyib yurdi, erkak kishi. Misol uchun umra amalini boshlashdan oldin kiydida, ihromda ham shu narsa esda yo'q qolib ketib qoldi. Shu umra amallarini, tavofu, saylarni hammasini tugatgandan keyin sochlarini oldirib qarasaki, ali tikilgan kiyim ichida mayka turibdi endi misol uchun. Demak, bu odam ham hisob kitobi xuddi yuqoridagi o'xshash. Agar 12 soat ihromga kirgan paytdan boshlab shu sochini oldirgungacha 12 soatdan oshib ketgan bo'lsa, demak qo'y so'yadi. Agar undan oz bo'lgan bo'lsa, sadaqa berish lozim bo'ladi. Shu joyda yana bir masala, oyoq kiyimda tikilgan joylar bo'ladigan bo'lsa, uni zarari yo'q. Ba'zilar oyoq kiyim ham quyma bo'lish kerak, u tikilgan joyi bo'lmaslik kerak deydi. Yo'q, unaqa narsa bu oyoq kiyimga umuman aloqasi yo'q. Boshqa kiyimlarga tegishli masaladir. Ihromda man qilingan narsalardan yana biri, erkaklar boshini yopishi mumkin emas. Asosan erkaklarni
ehromda ekanliklarini belgilaridan biri ularni yalangbosh yurishlari. Demak, ehromga erkak kishi kirdimi, u albatta yalangbosh yurish kerak. Hatto sallalar kiyish ham mumkin emas. Endi bu ham masalasi xuddi shunday. Agar shu bilmagan holatda boshini yopib qo'ysa, yoki bosh kiyim kiyib olsa, yoki hatto ehromini boshiga yopib olsa yoki uxlab qoldi, ehromdalik holatda boshini o'zini to'shagi bilan yopib oldi misol uchun. Boshi yopilib qoldi uxlayotgan paytda. U nima bilan yopishdan qat'iy nazar, ehrom bilan yopadimi yoki ustidagi yopinchig'i bilan yopadimi farqi yo'q. Shu agar yopilib qolsa jinoyat bo'laveradi. Uni ham jazosi yuqorida aytilgandek, agar 12 soatdan ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, 12 soat va undan ko'payib ketadigan bo'lsa, qo'y, undan oz bo'ladigan bo'lsa, yana sadaqa va hokazolar bo'ladi. Ayollar unaqa boshlarini yopaveradilar, tikilgan kiyim kiyaveradilar. Bu ular ikkita narsani mumkin emasligi faqat erkaklarga. Endi ayollar mana shu joyda yuzlariga yopishtirib bir narsani kiymaydilar deydi. Ya'ni ehromga kirdimi ayol kishi, uni yuziga bir narsa tegib turishligi mumkin emas. Agar bir uxlagan paytdami bir narsa yuziga bir narsa yopilib qoladigan bo'lsa, demak o'z-o'zidan u yopilgan narsa ham yuziga tegib turadigan bo'lsa, jinoyat bo'ladida, uni ham jazosi yuqoridagi hisob-kitob bilan bir xil bo'ladi. Ehromda yana man qilingan ishlardan yana biri xushbo'ylanish. U erkaklar va ayollarga ham mumkin emas. Xushbo'ylanish aslo ehrom kirgan odamga mumkin emas. Endi agar bir to'liq bir boshli a'zoni xushbo'ylantiradigan bo'lsa, unda qo'y so'yish lozim bo'ladi deydi. Agar bir a'zoga yetmasa, bir a'zoni yarmi, xullas bir a'zo to'liq bo'lmaydigan bo'lsa, unda sadaqa berish lozim bo'ladi. Bir a'zo qayer desa, misol uchun bosh, yuzni o'zi bitta a'zo, boshni o'zi bitta a'zo deydi. Hatto mana bilagni o'zi bitta a'zo, mana taomlanishdan oldin yuvadigan bo'g'imizdan bu yog'ini o'zi bitta a'zo, qo'lni o'zi taomlanishdan oldin yuviladigan shu qo'limizni o'zi bitta a'zo. Xullas mana shunday. Bitta to'liq a'zo bo'ladigan bo'lsa qo'y, agar to'liq a'zo bo'lmaydigan bo'lsa sadaqa berish lozim bo'ladi. Shuningdek, ehromdagi erkak va ayol atir sovun deb qo'yamiz. Atir sovunlar, xushbo'y sovunlarni ishlatishi mumkin emas, xushbo'y shampunlarni ishlatishi mumkin emas. Faqat kir sovunga ruxsat berilgan. U kir sovunda odatda unaqa hidi xushbo'y bo'lmaydi. Shuning uchun kir sovunni ishlatishga ruxsat bor. Ehromda man qilingan ishlardan yana biri ayol kishi qo'liga xina, ya'ni qo'yishi. Ikkita qo'liga to'liq xina qo'yadigan bo'lsa, demak u bir a'zoni to'liq xina qilgan bo'ladida, o'z-o'zidan unga yana qo'y so'yish lozim bo'lib qoladi. Demak bu ayol kishi ham xinadan ehrom paytida foydalanishligi mumkin emas. Ehromda yana man qilingan ishlardan biri erkak bo'lsin yoki ayol bo'lsin, sochini olish aslo mumkin emas yoki badandagi tuklarni olish aslo mumkin emas. Agar shu boshini hammasini olsa yoki qisqartirsa yoki to'rdan birini hatto yoki qiradigan bo'lsa boshini yoki qisqartiradigan bo'lsa, bunga bitta qo'y lozim bo'ladi dedi. Agar to'rdan biridan oz bo'ladigan bo'lsa, shunda sadaqa berish lozim bo'ladi deyiladi. Soqol ham xuddi shunday. Erkak kishi soqolini hammasini oladigan bo'lsa, qisqartiradimi yo olinadigan bo'lsa, unda o'z-o'zidan qo'y lozim bo'ladi. Agar to'rdan birini qisqartiradigan bo'lsa ham xuddi shunday. Yo agar to'rdan biridan oz bo'ladigan bo'lsa, unda sadaqa lozim bo'ladi. Sochga aloqador yana bir masala, shu ehromdagi kishini sochi agar bir tolasi yoki ikki tolasi to'kiladigan bo'lsa, buni zarari yo'q. Agar 3 tolasi va undan ko'p to'kiladigan bo'lsa, deydi ulamolar, u soqol bo'ladimi, soch bo'ladimi, 3 tola va undan ko'p to'kiladigan bo'lsa, bir hovuch bug'doyni qiymatini sadaqa qiladi deydi. Ya'ni 1 kilo atrofidagi bug'doyni qiymatini sadaqa qiladi. Shuning uchun demak ehromdagi odam tahorat qilayotgan paytda ehtiyotini qiladi. U sochini taramaydi. Sochini agar tarab qo'yadigan bo'lsa, o'z-o'zidan mana shunday agar soch to'kiladigan bo'lsa, 3 ta va undan ko'p tolalar to'kiladigan bo'lsa, bu kitoblarimizda shunday gaplar bor. U bir hovuch bug'doy, ya'ni 1 kilo bug'doyni qiymatini sadaqa qiladi. Mana shu o'rinda yana bir masala, endi soch olish va soqollarning umuman badandagi tuklarga tegish mumkin emas ekan. Endi soch olinadigan paytga o'zi keldi. Umra amallarini bajardi, misol uchun tavof qildi, sa'y qildi, soch olishga keldi, boshqa amal qolgan yo'q. Mana shunaqa paytda ehromdagi kishi o'zi sochini olishi mumkin yoki boshqaning sochini olib qo'yishi mumkin.
ikkita kishi ehromdan hamma amallarni bajardi, bir-birini sochini olsa bo'ladi. Yoki misol uchun hajda shu soch olingungacha bo'lgan amallar bo'ldi. Misol uchun birinchi kundagi 7 ta toshni otib keldi, qo'ylar so'yildi deb e'lonlar bo'ldi. Endi soch olinadigan payt bo'ldi. Hamma boshqa ungacha bo'lgan amallar hammasi bajarildi. Demak, bu paytda ham hoji odam o'zining sochini olsa bo'ladi yoki boshqa hoji birodarni sochini olishiga ulamolarimiz ruxsat berganlar. Ehromdagi kimsaga tirnoq olish mumkin emas. Tirnoq olish jinoyat hisoblanadi. Hatto qo'lidagi 5 ta barmoqni to'liq hammasini tirnoqni oladigan bo'lsa, bu odamning zimmasiga qo'y so'yish lozim bo'ladi. Bordi-yu, agar u 5 ta barmoqdan kamroq tirnoqlarni oladigan bo'lsa, 4 ta yoki undan kam, unda har bir barmoq uchun sadaqa berish lozim bo'ladi. Ehromda man qilingan ishlardan yana biri xotinchilik ishlari. Ya'ni jinsiy aloqa deyiladi. Shu narsa aslo ehromdagi odamga mumkin emas. Va unga olib boradigan narsalar ham, ya'ni shahvat bilan shu o'pish yoki quchoqlash, bular ham birortasi mumkin emas. Agar shulardan qaysi biri qilinadigan bo'lsa, xotinga ham alohida qo'y so'yish lozim bo'ladi. Endi ayol agar norozi bo'lsa, ayol majburlangan bo'ladigan bo'lsa, unda ayolga jarimasi ozroq sadaqa lozim bo'ladi degan gaplar ham bor. Demak, umuman olganda bu narsalardan nihoyatda qattiq ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Ehromda man qilingan ishlardan yana biri janjallashish, tortishish, shu narsalar aslo mumkin emas. Bularga shariatimizda alohida masalan qo'y so'yasan yoki falon narsa qilasan deb jarima belgilanmagan bo'lsa-da, lekin qattiq gunohkor bo'ladi bular. Ehromdaligini his qilmasdan birov bilan urushyapti, talashyapti, janjallashyaptimi, qattiq gunohkor bo'ladi. Bu qilayotgan amalini savoblari ozayadi. Shuning uchun bu narsalardan ham qattiq ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana ko'p so'raladigan narsalardan biri u Makka Mukarrama, Madina Munawvaralarda u chigirtkalar juda ko'p bo'ladi. Shu chigirtkalarni o'ldirib qo'yishdan ham nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Agar chigirtka 3 ta va undan kam o'ldiriladigan bo'lsa, unda bir hovuch bug'doyni sadaqa qiladi deydi. Agar 4 va undan ko'p chigirtkalar o'ldiriladigan bo'lsa, unda sadaqa qilinadi deydi. Sadaqani qancha ekanligini yuqorida aytdik. Azizlar, yuqorida aytgan narsalarimiz bu ehromda man qilingan narsalar edi. Endi ehromda ruxsat berilgan narsalar ham bor. Ularni ham bir qator eslab o'tsak, inshaalloh foydadan xoli emas. Ehromdagi kishi yuvinishi mumkin. Misol uchun terlab ketdi yoki salqinlanish maqsadida yuvinishi mumkin. Lekin yuvinganda albatta u hidlik sovunlar yoki hidlik xushbo'y shampunlardan aslo foydalanmasligi kerak. Aks holda yuqorida aytganimizdek u jinoyat bo'lib qoladi. Shuningdek, ehromdagi kishi uzuk taqishi mumkin, soat taqishi mumkin yoki umuman ayollar taqinchoq taqishi mumkin, xo'p, ko'z oynak taqishi mumkin. Shuningdek, soyabonlardan foydalanish mumkin. Soyabonlar, u soyabon ham boshiga u tegib turmasligi kerak. Bu odatdagi ishlatadigan soyabonlarimizdan bemalol foydalanishligi mumkin. Ehromdagi kishini biror joyga bir shikast yetsa yoki bir yara bo'lsa, u joylarni bir mato bilan o'rashlarga ham ruxsat berilgan, hech qanday u ehromda man qilingan ishlardan hisoblanmaydi. Yana ehromdagi kishi kir sovun ishlatishligi mumkin. Misol uchun ba'zi bir narsalarni yuvish, yoki ehromi kir bo'lib ketib qoladigan bo'lsa, ehromlarini yuvadigan holatlar bo'ladimi? U narsalarga ruxsat bor. Kir sovun ishlatishiga ruxsat, chunki kir sovunda unaqa xushbo'ylik yo'q. Makka Mukarrama, Madina Munawvaralarda shu mehmonxonalarga shu tangadan kattaroq sovunlar qo'yiladi, yumaloq. Ularni aksari unaqa xushbo'y emas. 50 boshilar bilan ham yana bir aniqlashtirib, ulardan ehromdagi kishi foydalanishligi mumkin bo'ladi. Ehromdagi kishi xushbo'y bo'lmagan vazelin, malhamlarni ishlatishi mumkin. Chunki ularda xushbo'ylik yo'q. Misol uchun qandaydir bir davolanish maqsadida ishlatishi mumkin bu narsalarni. Misvak ishlatishi mumkin. Bemalol ba'zan haj ehromiga kirgandan keyin 3-4 kun atrofida ehromda yuriladi. Unaqa paytlarda albatta tishini tozalashga ehtiyoj bo'ladi, misvak ishlatish mumkin. Endi tish pastasidan foydalanishni u o'tkir hidli tish pastalaridan ulamolar foydalanish makruh bo'ladi deyaptilar. Shunday ekan, u tish pastalaridan ehtiyot bo'lib, shu misvaklarni bemalol ishlatishligimizga ruxsat berilgan. Ehrom kiyimlarini, ehrom liboslarini bemalol almashtirish mumkin.
Misol uchun erkaklar sal kir bo'lib ketib qoladigan bo'lsa, hali ehromdan chiqqan yo'q, boshqa yangi ehrom kiyishi mumkin yoki uni yuvib o'zini qayta kiyishi mumkin. Xullas ehromni almashtirishda muammo. Ayollar ham xuddi shunday. Ayollar ba'zan ehromda ko'proq qolib ketib qolish holatlari bo'ladi. Unaqa paytda bemalol ehromdan yechishlari mumkin, yengilroq kiyim kiyishlari mumkin. Buni yechish, qaytib kiyishda hech qanday muammolar yo'q. Hatto uni yuvib, uni najosat tegib qolsa, uni yuvishda ham hech qanday muammolar yo'q. Unga ruxsat berilgan. Ehromdagi kishi hamyoni bor beliga belbog'lar taqishi mumkin. Kamar deb qo'yamiz. Shu hamyoni bo'ladigan bo'lsa, ularni bemalol taqishi mumkin. Lekin oddiy o'zimizni shimni kamarini taqishga ruxsat yo'q. Uni hamyoni yo'qlarga ulamolar ruxsat bermayaptilar. Uni taqishlik makruh bo'ladi, deyaptilar. Ehromdagi kishi ilon, chayon, pashsha, chivinga o'xshagan bir zarar kunandalarni o'ldirishiga ruxsat berilgan. Unda ham hech qanday jarima yoki jinoyat yo'q. Ehromdagi kishi ustiga misol uchun bir adyol yopishi mumkin yoki ikkinchi qavat ehromini tashlashi mumkin. U misol uchun ba'zan havo salqin bo'lib qoladi. Shunaqa paytlarda shu ustiga bir narsalar tashlashda hech qanday muammo yo'q. Azizlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda Makka Mukarramani fazilati, u joylarga borib tavoflarni boshlash, shunga oid ba'zi bir masalalar haqida suhbatlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.